الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaram aziz cemaat-i muslimin, hurmatli hoji dadalar, hoji otalar, hoji onalar, muborak zamin Makka-i Mukarramaga, Rasulimiz alayhissalom tavallud topgan shaharga, Ka'batulloh bo'lgan, Baytulloh bo'lgan shaharga Jabroil alayhissalom bir necha marotaba tushib vahiy olib kelgan shaharga, Qur'on nozil bo'lgan yurtga xush kelibsizlar. Alloh qadamlarimizga hasanat bitsin ilohim. Bu muqaddas diyorda qilayotgan duolarimizni Alloh maqbul aylasin. Gunohlarimizni mag'fur qilsin. Muhtaram hoji akalar, hoji otalar, Alloh taolodan so'rab qolaylikki, hali haj amallarini boshlaganimiz yo'q. Endi umramizni qilib oldik, Allohga shukr.